Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navbatdagi ishimizni qildik. 7 minglik ko'lam bo'lgan Astra Plus baholasi buni 16-etajda o'rnatamiz. Ustanovkasini ko'rsatamiz. Baholasi. Mana ishlarimizni o'rnatib oldik. Astra Plus 7000 TRdan bo'lgan baholasi juda ham zo'r chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Xodimlarni bilan qildik. Oynasi 2 qavat bo'lgan. Ruchkasini ham o'zini Akfa firmasidan qo'yib berganmiz. Baholasi cho'tki holatda ochilib turadi. Bu pochka hisobini ham bajaradi bu holati. Shunday qilib qo'ysanglar. Baholasi o'ta mo'tadil holda o'rnadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar ishlarni ham xudo xolasa cho'tki qilib bitirib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.